Men Parmanov Muzaffar Hamdamovich 1960-yil 1-may tug'ilganman. 1-mayda tug'ilganman. Bolaligim Akmalakon kolxozining Mosha qishlog'ida bo'lganman. Otam, onam, amakim, amakim bor o'sha. Birga yashaganmiz o'sha paytlarda. Otam buxgalteriyada. Men ham buxgalter bo'laman desam, kerak emas deganda otam. Men ishim qiyin, qololmaysan. Sen yaxshisi o'qituvchi bo'lgin, men oldinda yurasan deganda, bizga qarab deganda. Keyin akam Tashmiga bor degan. Tashmiga dokument topshirib kelgan o'zi. Tashmiga topshirib kelgan. Bu paytda akam Tashmida o'qirdi. 4-kursmi? Shunaqa 5-kursmi bo'lganda. Keyin pochcham Tashmida o'qirdi. 6-kursmi shunaqa edi pochcham. Keyin shunaqa qilib yurganda imtihon topshirganmiz. Keyin nimasi chiqdi? Bahasi chiqqanda 3 bo'lgan. Keyin sразу borib akam olib kelib qo'ygan dokumentimni. Keyin bu yerdan pochcham kelib tekshirsa turibdi boqim 3. Keyin kelgan uyga, to'g'ri kelganda 77-yillar bo'layotgan voqeada bu. Keyin o'shandan keyin olib kelib qo'ygandan keyin kelgan. Menga qarab, "Nega dokumentingni olib kelding?" dedi-da. Men bilmayman, dokument olib kelganim yo'q hali. Keyin shunda uyda otam bormidi, opam bormidi? Shunaqa edi. Keyin "Anvar qayerda?" dedi-da. Akam kelib qoldi keyin. Uyga kirib kelib qoldi. O'tirgandik hammamiz. Shunda aytdi. Bu o'tolmaydi degan. 3 bilan degan. Unda katta bol bo'lar-da. Keyin pochcham nima qilganda, gapir, turolmaydimi oxirigacha Anvar qiziqsan sen deganda. Boshqalarda yaxshi baho olardi, dedi. Shunaqa balkim o'tib ketardi deganda. Nima qiziqasan degan menga. Men o'qituvchilikka deganman. O'zingizga qiziqish bo'lgan ekan. O'qituvchilikka qiziqish bo'lganman. Qiziqish bo'lgan. Keyin
o'qituvchilikka topshirganman. Qayerda bitirgansiz? Angrenda. Angren. Bu yoqda ishlarim. Ana gumda ham ishlaganman. Anarga gumda bo'lardi. Bu tomonda. Yonda universitet bo'lardi. Universitet degan magazin. O'sha yangi magazin. Yunusoboddagimi? Yo'q, mana bu Chorsu. Chorsu. Chorsuni oldidagi. Gum bor edi. O'sha yerda. Yonda universitet qurilgan edi yangi. O'sha yerda ishlaganmiz, praktikada bo'lganmiz. O'shandan keyin Kartorikda borgandan keyin o'sha Adel kadr aytdi, ishlasangiz dedi. 8-magazinga borasiz dedi. Bitta Dadayan degan odam zayetchi edi. Men o'sha yerga borganman. Bitta keyin Mo'min aka ishlardi, bitta Boyolda. O'sha yerga borganman. Mo'min aka kelib qoldingmi degan, keldim deganman. Mo'min akaga meni topshirgan zayetchi. Dadayan. Lavrent Konstantinovich dot familiyasi. Familiyasi Dadayan Armen edi. Akang bilan ishlab turasan, akang o'rgatadi. Bir oy praktikada bo'lasan akangni qo'lda dedi. Keyin bir oy bo'lmadi, 15 kundan keyin o'rganganman-da. Qarasam, bo'ladi. 15 kundan keyin o'zimni sotuvchi qo'yib qo'ygan. Отделga. Zaoshni topshiraman dedim-da. Zaoshni topshirib bolam deganda, mana ukalaring akang dedi, o'shni o'qigan dedi. Keyin dedi, afsus qilasan dedi. Men qo'shni o'qimagan ekanman deb dedi. Qo'shni o'qitamiz deganda. Magazinda ishlab o'qiyveraman deganman-da. Keyin undan keyin o'shni o'qishga kirdim. Topshirdim, o'shniga topshirdim. O'shniga topshirdim. Topshirdim. O'sha paytda stajga ham berardi bir bor. Keyin nimaga berardi? Attestatka 5 ball berardi. 5 ga o'qigan bo'lsang. Keyin yana nimaga ham berardi staj. O'sha bilan 21 ball bo'lganda bordim. O'sha o'shni yig'ilish qilayotgan joyiga. Aktiv zalda qilayotgan ekan. Bordimda, mumkinmi domladan? Gapirayotgan ekan. Bunaqa qilamiz deb. Mana kiring dedi. Mumkinmi? Mumkin dedi. Gapiring dedi. Keyin men aytdim, o'shniga o'tganman men dedim. Necha balsiz dedi? 21 ball dedim-da. Zaoshniga yozib qo'yibdi dedim. Bu dekan ekan. O'shnilarda. O'sha nima qilyapti ekan? Dekan bilan zam dekani bor ekan. Ular majlis o'tkazyapti ekan. Keyin bo'ldi yoz dedi bittasiga. O'tdi bu dedi. O'shniga yoz dedi bittasiga. Keyin baqab kechga kerak bo'ldi. Rayoniga bordim. Bu qiynalyapti, u yoqqa avtobus yo'q, kech qoladi. O'sha paytlarda kelinlar qayerda bo'lsa o'sha yerga ishga joylashish mumkin ekanda, mumkin bo'lganda. Keyin o'qiganda? Bu pedagogik berganda bu texnikum bilan boraveradi. Yo'nalish siz bilan bir xil bu ham? Yo'q. Yo'nalish boshlang'ich. Boshlang'ich bo'lar ekan. Boshlang'ich. Keyin bitirmagan, lekin siz bitirgansiz. Yo'q, u ishlayotgan bo'lgan bu. Ishlayotgan bu. Men 34 da ishlayotgan bo'lgan. Hop. Keyin buyoqqa olib kelaman dedim. Keyin keldim.
Sen de o'rningni berasan dedi. Senga dars beramiz boshqa dedi. O'rnimni berdim. Vaqtincha sentyabrgacha nima qilib tursin dedi. Sentyabrdan keyin seniki ham ko'paytiramiz. Bunga ham boshlang'ich beramiz dedi. Boshlang'ich o'qituvchi qilamiz buni ham dedi. O'sha paytda muammosi bilmadim lekin muammoni, lekin zavqi juda zo'r edi. Xursand bo'lib ketardim dars berganda. Pushkinlarda, Lermontovlarda Yaxshi gapirib, ko'ryapsizlar. ularda she'rlari bor edi. Ikkalasi ham nimada o'lganda, duelga chiqqan. Duelga chiqqanda o'lganda bular. Ha, Lermontov ya Pushkin o'zi otish kerak. U o'zi otmaganda birinchi fransuz ofitser shu otsin deganda, otganda o'lib qolgan bu. Sirazi otgan birinchi otishdan tekkanda o'q. O'shanda o'lgan bu. Keyin Lermontov ham shunaqa o'tgan. Lermontovdan o'chib ketdi nimalar. Shuning uchun Lermontovni eslay olmayman. Lermontov ham fransuz ofitserman chiqqanda duelga. Nima xotinni haqorat qilganda Pushkinda. O'shaning uchun chiqqanda duelga chaqiraman deb. O'shaning uchun qiziqardim-da rus tiliga. O'shani maroq bilan gapirardim-da. Keyin Mayakovskiy bor edi, uni yaxshi bilardim. U ham welcome. Qog'ozbozlik yo'q ko'zim deydi. O'sha narsalar o'chib ketdi. Ayta olmayman. Welcome byurokratizm deydi-da. Degan joyi bor. Bilasizmi? Qog'ozbozlik yo'q ko'rgan ko'zim deb. O'sha ko'zim yo'q. Ko'zim yo'q. O'shanaqa deb aytganda, u Mayakovskiy. O'sha joyini zo'r bilarimda. Maktab va o'sha davomida maktab jamoasida qanday islohotlar va o'zgarishlarga qo'l urgansiz o'sha paytda rahbarlik lavozimidagi? U paytda chin dildan ishlardim-da maktabda. O'z uyimda. Nima bo'lsa kuyib pishib ketardim-da. O'sha bo'lib qolsak, tez qilib qolsak deb nima qilardim-da. Rayondan kelganlarim aytardi. Молодец deyapti menga. Yaxshi qildingiz, buni qildingiz. Maktabni gullatib qo'yibsiz deganda, shunaqalar bo'lgan. Ana nimalarga ko'chatlar olib kelganman. Ko'tarib nimadan? Avtobusda ko'tarib, bu paytda Damas'da olib kelganman. Ana Olxo'ri, Ko'ksulton ko'chatlar ekishga olib kelganman. Keyin abrikos olib kelganman, o'riklar turli xil. Keyin giloslar olib kelganman. Olib kelib ektirib qo'yganman. Ular bormi, yo'qmi bilmadim hozir. Lekin men bu yerda ekkan narsalar qalamchilar bor edi. Qalamchani ham ko'chatini ekkanmiz. U atrofga, stadion atroflariga terak qalamchalar ekkanmiz. Keyin orqa tarafda chinor bo'lardi. O'sha chinor tarafga o'riklar ekib tashlaganmiz, olib kelgan o'riklarda. Keyin orqasida maktabda yongan nimalar qolgan. O'sha tozalikamizni o'tga olxo'r ekkanmiz. Katta olxo'r bo'lardi bunaqa. Archa qilish o'tdi, nasib qilmadi menga. Lekin qilingan. Archa o'shanda bir marta plan bo'lganda. Bir marta o'tganman. Archa o'sha yerda. Keyin archalarni har bitta archani maktabga, bolalarga, sinflarga bo'lardim. Mana shu archani sen bezatasan, sen sinf falon sinf sen mana shuni bezatasan, mana shu archani deb bo'lib berganman. Hozir o'qituvchi obro'si yo'qoldi. Shunisi sababmi? Oldin obro'si yaxshi edi. Ustoz Biz davrimizda. Zo'r edi. Biz masalan
O'qituvchini ko'rsak qochardik ortdan. To'yga borolmasdik. O'qituvchini ko'rsak, o'qituvchi bo'lsa bormasak o'sha to'yga. Rost, rost. Qaytib ketardik. Biz davrimizda ham shunaqa bo'lgan. O'quvchilar bormas edi. Biz borgan to'yga. Hozir Hozir endi baribir juda hurmatsizlik ustozga nisbatan. Asli nimadan bo'lyapti shu? Tarbiya. Tarbiya qilay desa, uradi, so'kadimi? O'qituvchi urmaydi, so'kmaydi, haqqi yo'q deydi-ku. O'shani qilib qo'ydi. Lekin o'quvchining tarafini ota-ona ko'p olyapti-da. Hozirgi yoshlar erkalatib qo'ydi-da. Oldin ota-onalar biz davrimizda o'zing yomon bo'lgansan-da der edi. Shuning uchun urgan. Urishadi derdi. Shuning uchun uradi senlar deb. So'kat der edi. O'shanaqa bo'ladi-da. O'shaning uchun o'qituvchini ko'rganda titrar ekan-da. Uyga kelsa ham, mana Jan akam kirami? Qarindoshimizni? Akam, amakim bilan. Amakingiz u. O'zi amakingiz. To'g'ri. Shu kelsa ham uyga qo'rqardim. Nimaga keldi ekan? Nimaga keldi ekan? Bir nima deyaptimi deb. Keyin kirmasanda o'tirgan uyga. Keyin chaqirardi. Ha, kir. O'zi ham, kiraver, Muzaffar derdi-da. Bir joyda ovqat yerdik hammamiz. Bolalar. Bola chaqa, katta mehmon kelsa ham. Hayotingizda og'ir sinov, insult haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz va bu voqea sizning ichki dunyongizda qanday o'zgarishlar yasadi? O'sha vaqtdan beri sizga eng ko'p kuch bergan narsa nima bo'ldi? Ishonch. Necha yil insultni boshdan kechirdingiz? Nechinchi yil bo'ldi va nechinchi yildan beri kurashib kelyapsiz? Tak. Kimyon to'g'ri. 15 boshqa. Ya, 15 bo'lganman. 15-chi 14-dekabrda. O'shanda maktabdan qaytdim, soat 6 bo'libdi. Qarasam, soatga 6. Keyin ko'chaga chiqdim. Kecha chiqdim, hech kim yo'q ko'chada. Bolalar ketib bo'lgan. Oxirgisi endi ketayotganmiz shunaqa edi. Keyin ularni jo'natayin dedim-da, kuttirdim, ketdi. Keyin ketdim Qorolga topshirib. Maktabga yaxshilab qaranglar. Nima qilmasin deb. Muammo bo'lmasin dedim-da, ketdim. Qarshi xotin ko'chada turgan ekan. Ha, qaynim. Bugun qololmisiz dedi-da. Ya, shunaqa ko'z dedim-da. Keyin shunga kulishdik-da. Keyin uyga keldim. Bugun dam ekan, xudo xolasa dedim-da. Kayfiyat yaxshi. Telefonlashdim-da. Kuratorimiz bilan. Rayonda kurator bilan telefonlashamiz-da. Telefonlashdim, turlar deydi-da. Yangilik bo'lsa aytadi. Nima bo'lsa aytadi-da. Keyin aytdi, hozircha yo'q dedi. Noma'lum dedi. Bo'lmasa kerak-ku dedi. Keyin ish qilib bo'lmasin dedi. Keldim uyga. Boyagiday. Keyin ko'chaga chiqib o'tirgan ekan, kutib meni. Qachon ovqat yeymiz deb. Bolga o'zim qarayman deyman-da unga. Chiqma. Nima qilib qolasan deyman-da. Boloxonaga chiqish kerak, pichin tushirish kerak. Keyin bolaga yem berish kerak. O'zim qarayman, o'zim beraman. Shuni berdim. Berib bo'lgandan keyin yuvining dedi. Yuvindim. Yuvinib kiraman hozir 5 minutda dedim-da. Ovqat solaver dedim-da. Keyin yuvinib kirdim. Ovqat tayyor solib qo'yibdi, choydan olib qo'yibdi. Endi qoshiq deyman. Qoshiq olib keldi.
qoshiq oldimda bir qoshiqni og'zimga soldim. Keyin ikkinchi qoshiq solayotgandim. Nima tushib ketdi qo'limdan. Tushib ketdi. Qo'l ishlamayapti. Qo'limdan tushib ketdi. Osh. Hı? Keyin bilmayman-da o'shandan keyin. Nima bo'lganini. Insult lekin. Insult bo'ldim. Точно. Давление necha bo'ldi dedingiz? 240. 240 bo'lganda davleniya. Ana meni chaqirib keldi. Yaxshi, vosita uyda ekan. Vosita chaqirib keldi. Vosita o'lchadi davleniyani. Davleniya o'lchaydiganim yo'q. Bu Даже. Akamniki bor edi. Akam tashlab ketgan edi uyga. O'shanikini olib keldim, shuni o'lchatdi. Davleniya. Keyin Srochni farmadipin topganlar dedi. Magneziya. Bizim mana ambulatoriya hozir ham bo'lmasa ekan, farmadipin, magneziyalar. katta shunkurlarda dorilar. Magneziya bor ekan hozir. Nimaga berar ekan? Ambulatoriyada o'ziga. Lekin farmadipin narsalar bermas ekan. Bu tekin beradigan-da magneziya. O'sha kimda og'ir kasal bo'lsa, kim uchotda tursa shunga berilgan. Davleniyaga dori o'shalarda berilgan. Keyin u Kenayga borib keldi. Baba eshitdi, baba chop keldi. Va Murat. Ukam. Keyin ikkalasi maslahatlashdi. Abbos chaqiramizmi deb. Abbos jiyanda. Men til yo'q, gapirayin desam, mashinam yuradi. Mashinam ichida benzin ham bor, zapravkasi bor. Ayta olmayapman shuni. Bilaman, Matiz. Ayta olmayapman. Matiz turibdi garajda. Ayta olmayapman-da shuni. Qo'lim bilan imlay olmayapman-da. Imlayin desam, jim deydi-da. Jim. O'zingiz jim tuting. Sizga tinchlik kerak deydi-da. Ular ham bilmayapti lekin deydi. Mashinaga solib olib ketishdi sizlar. Sirasi bilmaydi-da. Tushunmayapti. Tushunmayapti. Siz insult bo'lganingiz bilmagan ular. Bilgan bo'lish kerak. Vosita. Men keyin demoqchiman. Ha, u insult bo'lganini bilmadim. O'zi aytyapti-ku, mazam bo'lmayapti, lekin ayta olmayapman. Gapirolmayapman. Tildan qoldim. Men qo'lim ishlamay qoldi o'xshaydi shuni o'zida. Nima qiyshayib ketyapti. Tushib ketdi qosh qo'limdan. Keyin Kenan gapirsa kularmishman. Keyin menga niye masxara qilyapsiz deb jahlim chiqdi-da. Kulyapsizmi meni ustimda? Keyin unga yo'q deyishni bilmayman. Keyin tushunib qoldi o'xshaydi-da. Keyin sirazi nimaga chiqdi vositaga. Keyin boboga bordi. Nimaniki? Riskinaniki. O'sha yerdan top keldi dorilarni. Keyin shu orada Birinchi yordamda u. nimalar keldi? Skor chaqirish xayol kelmagan. Bu paytda kelarmidi aytsa? Ha, keladi. O'sha paytda aytsa kelardi, lekin uzoq vaqtda kelardi. 10 yil bo'ldi, joy falan. Uzoq paytda kelardi. Hozir endi birdan kelib qoladi. Chaqirgan zahot. Keyin o'sha bilan bansaga olib ketdi nima bilan? Jiyan bilan. Jiyan ham yetib keldi, menga bosib. U bu narsa gaplashganimizcha, narsalarni tayyorlab bu narsa qilgancha bular nima qilib qo'yibdi? Ikkalasi boraman dedi. Ikkita ukam. Keyin Muhayyo singlim boraman dedi. O'zim shoshilinchga olib borgan-a? Aytdingiz, birinchi meni ko'rishga kim keldi dedingiz? Shoshilinchga olib bordi-da. Bilmayman kim kelgan yo'qda. Yo'q, siz. Yo, eslab qo'yganim Anvar akam bo'ldi dedingiz, keyin Yo'q, Anvar akam bo'ldi. Sarvar Keyin keldi. Nimalar keldi? O'sha Sarvar keldi, o'g'lim keldi.
Bu yoqdan qarasam kirib kelyapti, palataga prямой. Bu shoshilinchda yotibmanda, yotgandan keyin bular nima ko'radigan xonaga olib kirgan. Nimaga? Shoshilinchda joyi bor ekan-ku. Kasalni ko'radigan o'sha joyga olib kirdi. Ko'rdi. Buni nima qilar ekanda, bu yoqqa nima qiladi-ku? Joylash kerak deydi, o'tga yotqizish kerak bekatda. O'shani qilar ekan. Shu palataga olib, bu palataga olib deydi. O'sha raspределение joy ekan-da, bu yerda. Tekshirgan ekan. Tekshirdi. E'tiborsiz bo'ldimi, bilmayman. Keyin kelib ukol qilishni boshladi. Osma ukollarni. Yo'q olib keldi. Keyin vosita aytdi o'sha yerda. Buni dedi, reanimatsiyaga olinglar dedi. Reanimatsiyaga kasal dedi. Biz dedi reanimatsiyaga olib keldi doktorlar dedi. Men reanimatsiyada ishlayman. Doktorman men ham dedi. Keyin reanimatsiya olmadi debdi-da. Men shuni bilaman. Keyin bilyapman-da, reanimatsiya olmagan deydi-da. Keyin ertalabgacha tayyor bo'lganman-da. Keyin ertalab kechqurun tunda reanimatsiyaga olib borganda, o'g'lim qusganda o holatni ko'rsa qayt qilyapti odam deb aytgan. Lekin u sanitarka bo'lgan. Chelak bor, chelak topib ketaver deganda. O'zi turib olib kelmagan, shuni olib kelmagan o'zi. Shunaqa bo'lgan, e'tiborsiz bo'lganda. U o'zi umuman boshqa bo'lgan holatda bo'lgan. O'shani ko'targanda ko'nglayinish bo'lgan. Shunaqa bo'ladi. Shu ko'nglayinir ekanda odam donini ko'tarsa. Keyin o'shandan keyin taom bo'lganman-da. O'lik bo'lib qolganman. Endi savol og'irroq bo'lishi mumkin, lekin necha foiz berilgan qolishingiz? 90 ga 10. 10% o'ladi degan. Yo, qoladi degan. Qoladi degan 10%. O'shani olgan. Shitib bu yerdan ukamga rahmat o'qigan ekan. Kursdoshlarini olib kelgan. Doktorlar olib kelgan. Nima ekan? Yo'q, madam emas. Sarvar. Ha, Sarvar ekan. Sarvar olib kelgan. O'zini birga o'qiganlar olib kelgan. Yana birga ishlaydiganlar olib kelgan. Tekshirib, olib tekshirib ketavergan. Unaqa qildi. Yozadi. Keyin nima qilgan, tuzuk qo'ygandan keyin oborasizlar menga deganda. Keyin o'zimga qaragandan keyin oborgan yo'qa. Olib keling dedi. Keyin hozir o'tkazib bora olmayman degan. Telefon qilib qo'yaman. Telefon qilgan u. Kel degan. Qara degan, oltita kenayim bor degan. Keyin shofyor bo'ladi degan, kim bo'lsa ham shunaqa mashinada degan. Oq mashina deganda. Ko'chaga chiqib oldinga kel deganda, o'sha xona uyerda bo'ldi. Akamni ko'rgansan degan. Amakim degan. O'sha doktorga. Keyin bordim. Zulfiya shunday so'rashdi. Sizmi aytganda, Sarvar aytganda, amakisini olib keldingizmi dedi. Shu yerda degan mana. Keyin keldi. Chiqdim mashinadan, turdimda. Turgandan keyin yo'l olasizmi dedi. Yo'q dedim. Yaxshi. Sizni
o'ladi degan aytdida o'zimga. Yaxshi, xudo rizqingiz bergan ekan dedi. Yaxshi qoraman dedi. Ko'rib qotib qoldi deng. Qotib qoldi. Hayron Siz qoldim. o'ladi deganda. O'ladi degan aytdi. Bu odamlar qarang. 90 ga 10 bo'lgan. Tirik odamni o'ldirib yuboradi kerak bo'lsa. 90 ga 10. O'sha doktorlar kelgan hammasi eshitib ketganda. 90 ga 10 deganda ular. Bo'lmaydi deganda o'sha. Foydasi yo'q. Bir yildan keyin. Bir yildan keyin tutilib gapiraman, lekin nutqim past bo'lib qoldi-da. Past. Aniq ravonmi? Aniq ravon gapirolmayman. Nutq yo'qolib qoldi. Nutq yo'qoldi. Qo'layoqchi hozir. Qo'l-oyoq Xudoga shukr ozgina harakat bor. Usti buni. Qo'lingiz bor yaxshi. Oyoq faqat. Oyog'im. Oyog'imi? Oyog'im shunaqa buni. Buni oyoq bunaqa joyda ilinib qoladi, ko'tarilmayman. Oyoqni. Nima qilib ko'tarib o'taman. Qo'limdan yordamida yoki orqalab yursam o'taman, oyog'imda yechilib ketadi. Oyog'imda yechilib ketadi. Oyog'imga sig'maydi narsalar boshda. Ishib ketganmi? Ishganda. Buni oyoqqa. Hozir ham ko'p nima qilsam ishib ketadi. Hozirmi? Oyoqda bunaqa mana tepilib kiysa bo'ladi-ku. Buni shunaqa qila olmayman. Oyoqqa tapchka olib kelayman. Tapchkani kiysa bo'ladi. Orqasi yo'q tapchka bor. Bu sovuqda qanaqa, issiqda qanaqa? Qo'l-oyoq. Sovuqda sovqotadi. Sovuqdami? Issiqda shu boshlarim ham og'riydi. Yoqmaydi. Yoqmaydi. Sizga salqinroq yaxshimi? Shovqin yomon. Shovqin yomon. Buni og'riydi mana qo'l. Qo'la? Mana nima bo'lgancha og'riymi, charchab ketami? Nima bo'lgancha. Mana bitar bunaqa qilib o'tiraman. Yo'qolib. Og'rib ketadi. Chap tomon yaxshi lekin, Chap tomon yaxshi. Bemalol mana. Chap tomon. Mana oyog'im yaxshi. Yaxshi. Mana ko'taraman. Bu yordam beryaptimi? Nima derdi buni hozir? Umi xodinok deyman. O'zim xodinok deyman. Yaxshimi? Xodinokda yuraman. Nima ham berganda arava. Aravada yurdim. Ko'chaga olib chiqma deyman, uyalamanda ko'chada. Aravada. Kolyaska bor-ku. Bilaman. O'shanaqa. Mana ustozni ham bog'chapani ham oldiga borganda shunaqada arava turibdi. Nogironligi bor odamlarga beriladi. Chiqqanda olib chiqib qo'yar ekanda, bir tomondan qiynalib turibdi. Shunga so'ramda, sizni bunday ko'p ko'raman-da. Hozir bundan bo'lsa ham harakat qilib chiqasiz. Bu bittasi sinib ketdi. Keyin yana bitta marta o'tiradigan olib keldi. Nima olmoqqa aptekasida bor ekan, bittasida o'tiradigan. O'shani olib keldi. Keyin bu ham singan edi. Bitta joyi svarkalasa, mana bular bo'lmasa ekanda. Bu anoda yengil narsa qiladi. Nerjavka bo'lsa bo'ladi. Bu yuqi nerjavka o'xshagan material ekanda. Alyumin emas, nerjavka emas, yengil materialda. Bu svarkalasa o'yilib ketaver ekanda bu. Bo'lmas ekanda. Mana bitta yaxshi boltman qotirgan ekan. Keyin buni Sarvar olib kelib berdi. Buni. Ukam. Akamni o'g'li. Keyin birinchi boldoq bordi. Boldoq? Hassa. Ana otangniki bo'lardi-ku. Bittalik. Bittalik deydi. Yo'q, ikkitalik. Ikkita bo'ldi. Bunaqa. Qo'ltayoq. Boldoq deydi-da. Boldoq deydi-da. Otamda bo'lardi. Otangda bo'lardi. Otam oyog'i bo'lmaganmi? Bilasizku. Ikki oyoqmi? Ikkita yurardi ular. Men ikkitasini ulardan Rusquldan olib keltirganman-da. Rusqulda bor ekan, otamniki deb. Otasiniki bo'lgan. Otamniki debdi. Unda bo'lardi. Keyin sen otangda bo'lardi. Otangniki yo'q ekan.
Keyin so'rasam bor dedi. So'ratdim-da. Bersin dedim-da. Ikkitasini berdi. Rahmat shunga ham. Yo'q. Rahmat. Uni ham bittasini nima qilaman-da, bittasini yuraman. Ikkitasini yurolman. Birinchisi Bitta chap tomoningizda. ikkinchisi ham buniki qilardim. Mana ushlay olmaydi-da. Qiyshayib ketaveradi, tushib ketaveradi. Buni ushlay olmaydi. Mana bittada bunaqa yuradigan bo'ldim. Sekin yuradigan bo'ldim. Keyin shu bilan bu da yurdim. Keyin bunaqa narsa bilmayman qayerda bo'ladi desak, aptekada kelib qolibdi. Aptekada bo'lar ekan. Asosan shunaqa joylarga keladi. Aptekada bo'lar ekan. Hozir endi ko'payib ketdi aptekada. U paytda aptekada ham yo'q edi. Yo'q edi payt. 10 yil bo'ldi. 10 yil. Aptekada ham yo'q edi u paytda. Sizga eng kerak payti bo'lgan-ku 10 yil oldin. 1-2 yildan keyin, to'g'rimi? 10 yilgacha. O'sha qassada yurganman-da. O'shana qassada. Qachon tugaydi bu? Keyin menga o'shanaqa olib kelib berish uchun nechtasi tekshirib ketdi. Keyin olib kelib, meni o'tirg'izib, rasmga olib ketdi. Men o'tirishga ham, rasmga tushishga ham uyaldim-da. Xo'rliklarim kelib ketdi. Конечно. Bu holatda endi shunaqa bo'ldi. u rasmga olaymiz deyapti. Ha? U rasmga olay deyapti. O'tirib va O'tirib siz deydi. xohlamadingiz. Olishimiz kerak dedi, majbur dedi. Ko'rsatishimiz kerak, olib bordik, berdik dedi. Ishondik, aytamiz, berdik deb aytamiz. Yo'q deydi. Yo'q dedi. Rasmga olib bo'lmasak bo'lmaydi, o'tiring deydi. O'shanda majbur o'tirganman. Turg'izib, o'tirg'izib qo'ygan meni. O'zim o'tirolmayman, o'tirg'izib qo'yganda o'zlari. Orqalarimni olib ketardi. Yotaverib. O'shancha mana shunda o'tirib turing deyiradi. Sizga yotish qulaymi, o'tirishmi? Yotsa ham bo'ladi, o'tirsa ham bo'ladi. Yotaveraman, o'tiraverib zerikib ketsang-ku. Zerikib ketasiz. Keyin mana tomonda yonboshlay olmayman. Mana tomonda yonboshlayman. Chap tomon bilyapsiz sizga. Mana tomon hali ham nima qilmaydi-da. Qo'y desam, bunaqa ishlamaydi-da. Ana u maytga o'tiring desam, o'tiraman deb yiqilib ketaman. Ko'rpachaga. Shuning uchun anaqa joy yaxshi edi-da. O'tirgan joyim bor. Dumaloq yo'q. Ha, tepalikda. Tepalik ekan. Bu yerdan chiqaman. Bunda buni ko'tarsam, buni oyog'imni bunday ko'taraman. Tayyor ekan, qulay ekan. Shunday chiqib olaman. Buni oyoq ishlamaydi, aytlarni bukadigan bo'lsa, tortaman-da. Bemalol. Ko'chada rosa sho'x buni. Mashina bu yerda chaqirish qo'yib. Shuncha ko'chaga chiqib o'tiraman. Ko'rdim. Mana zerikaman-da. Ona borda keldi ketdi-ku. Keldi ketdi-ku. Chiqayin desam, stolda ham olib tashladi. Qurilish bo'lyapti. Ha, stolda olib tashladi. U ham olib tashladi. Yangilab beradi Endi. Chiroyli qilib bitirib olasiz. Ana qo'shni kelib qolib, stol yasab beraman sizga deydi-da. Ha, yaxshi. Rahmat dedim aytganingizga. Shu paytgacha ustoz umidni yo'qotmaslik uchun qanday o'ylaysiz? Inson nimaga tayanish kerak? Avvalambor Shu paytgacha. ishonch kerak. Hamma o'zingizga ishonishingiz kerak. Ishonch kerak o'zingizga. Ishonch bilan hamma narsani nima qilsa bo'ladi. Lekin doktorlarga ishonaman, Xudoga ishonaman. Avvalambor Xudo. Keyin doktor. Yurtboshimizga rahmat deyman. Tinchlik bo'lyapti. Mana
o'quvchilarga keng yo'l ochib berdi. Hali o'tgan yili 3 ta nimaga topshirsa, bu yil 5 taga qilib qo'ydi. 5 taga. Yurtboshimizga rahmat. Mana bizga ham shahar bo'lib qoldi. Hamma uy quryapti. Bormi, yo'qmi uy quryapti. Imkoniyat bemalol. Imkoniyat bemalol. Sotib olaverasiz xohlagan. Sotib olasan. Puling bo'lsa bo'ldi. Faqat ishlashing kerak, Harakat qiling. mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak. Kasal bo'lma. Samgiloni. Kasal bo'lsang, puling bo'lmasa ketaverasan. Shunday. Puli yo'q odam kasal odam ketaveradi. Puli yo'q odam ketadi. Shunday. Shu prezidentimizga rahmat deyman-da. Sizni so'raganlarga. So'raganlarga rahmat deyman. Salomat bo'lsin hammasi. Yaxshi yursin. Hamkasblarim salomat bo'lib yursin, yaxshi yursin, sog' bo'lsin. Ko'payishib yursin, nevara-chevara ko'rsin. Yevara ham ko'rsin. Aytgan. Nima deyman boshqa? Sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Sizga katta rahmat ustoz. Rahmat. Samimiy suhbat uchun, sizni vaqtingizni olganimiz uchun avvalo uzr. Rahmat. Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun ham rahmat. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi kunlarda diydorlashish nasib qilsin. Bundan keyingi xudo xolasa ustozlar bilan bo'ladigan suhbatlarni ham albatta yoritib boramiz. Rahmat. Rahmat ustoz. Rahmat senga. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'lsin.